Yangi O'zbekistonning yangi armiyasi yuqori salohiyat, zamonaviylik va jangovorlik, mafkuraviy yuksaklik. O'zbekiston prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tomonidan oxirgi yillarda amalga oshirilgan sa'y-harakatlar mudofaa tizimini yangi darajaga olib chiqdi. Ishlab chiqarishdan eng zamonaviy texnikalarni xarid qilishgacha, infratuzilmani yaxshilashdan harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlashgacha, eng asosiysi jangovar, vatanparvar, bilim va salohiyatli milliy armiyani tuzishgacha. Bularning barchasini mudofaa tizimidagi obyektlari misolida ko'rish mumkin. Bugun O'zbekiston qurolli kuchlar tizimi yangi darajaga chiqdi va qurolli kuchlar tizimiga eng zamonaviy texnikalar jalb qilinmoqda va eng muhim jihat bunday eng so'nggi texnologiyalarga mamlakatimiz mutaxassislari sifatli xizmat ko'rsatish, kadrlar malakasini oshirish muhim jihat hisoblanadi va siz ko'rib turgan ushbu zavodda ham qurolli kuchlar tizimidagi texnikalar, qiruvchi samolyot, vertolyotlarga xizmat ko'rsatiladi. Eng muhim tomoni esa bugun bu zavodning ishga tushishi natijasida mamlakatimiz yoshlari Fransiya yoki boshqa davlatlarga borib o'zining malakasini oshirib kelmoqda va mana shunday zamonaviy texnikalarga mahalliy yoshlarimiz o'zlari xizmat ko'rsatyapti. Chirchiq shahridagi ushbu aviatsiya ta'mirlash zavodi yarim asr vaqt davomida eski usulda faoliyat ko'rsatib kelgan bo'lsa, 2017-yilda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bu zavod faoliyati tubdan transformatsiya qilindi. Xususan bugun bu yerda Airbus vertolyotlariga texnik xizmat ko'rsatadigan mustaqil davlatlar hamdo'stligi va mintaqamizda yagona bo'lgan markazning ish boshlashi O'zbekiston mudofaa sohasi uchun mustahkam asos, yangi tajriba, salohiyatli kadrlar tayyorlash maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Avval bu harbiy texnikalarga chet elda xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, bugun zavodda Fransiyaning Airbus kompaniyasida mavjud barcha jihozlar bo'lib, harbiy havo kuchlariga tegishli texnikalarga murakkab xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Eng e'tiborli tomoni bugun zavodda harbiy samolyotlarga xizmat ko'rsatishning barcha bosqichlari o'zlashtirilgan. Davlat rahbarimiz topshiriq berganini biz amalga oshirdik. Bunaqa servis markaz O'rta Osiyoda yagona. Bu yerda eng og'ir turdagi servis xizmatlari ko'rsatiladi. Bu yerdagi bajariladigan ishlar hajmi Airbus kompaniyasining Fransiyadagi servis markazi bilan bir xil. Bizni mutaxassislar Fransiyada o'qib kelgan, tegishli sertifikatlarga ega va bizni servis markazimiz Yevropa standartlari va Airbus kompaniyasining talablariga mos. Bu servis markazi tashkil topishi bo'yicha prezidentimiz, Oliy bosh qo'mondonimiz 2022-yili qaror qabul qilgan. O'sha qaror ijrosi bo'yicha bizning bolalar o'qitilib, o'sha servis markaz tashkil topishiga zarur imkoniyat yaratildi. Buni ko'p odamlar ishonmasligi mumkin. Bu texnika chet elda chiqarilgan, xizmat ko'rsatish hammasi chet tilda. Lekin o'zimizning O'zbekistonda tug'ilib o'sgan mahalliy bolalar qo'lidan kelib, mana hozir o'zi servis markazimiz sertifikat olgan. O'shalar talabiga mos xizmat ko'rsatyapmiz. Su-25 shturmchi samolyotlarini kapital ta'mirlash va yuqori aniqlikdagi qurollarni qo'llash imkoniyatigacha modernizatsiya qilinyapti. Ilgari bu samolyotlarni biz chet elda remont qilardik. Hozir o'zimiz mahalliylashtirib, shu o'zimiz zavodda remont qilyapmiz va modernizatsiya qilyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, samolyotni hamma etaplari o'zlashtirilgan. Oxirida zavod sinovlarini tugab, buyurtmachiga topshiradigan holatga kelgan samolyot mana ko'rib turibsizlar. Samarasi ishlar tez vaqtda bajariladi. Keyin bizani xizmat ko'rsatish boshqa shunga o'xshash servis markazlariga qaraganda ancha arzonga tushyapti. Vaqtdan o'tyapmiz va texnologik mustaqillikka erishyapmiz.
Zavodning xorijiy ekspertlar tomonidan mintaqadagi eng yirik texnik xizmat ko'rsatish markazi sifatida e'tirof etilayotgani bu O'zbekiston aviatsiya sohasi rivojlanayotgani va xalqaro standartlarga moslashayotganining isboti. Bugun markazning o'zida 45 nafar ish o'rni yaratilib, malakali mutaxassislar tomonidan jangovar vertolyotlarga sifatli xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Bu texnikamiz Mi-35 vertolyoti bo'lib, jangovar vertolyot quruqlikdagi, havodagi dushmanlarni yo'q qilish uchun xizmat qiladi. Bu texnika biz uchun yengillik bo'lib keldi. Mana shu texnikalarni o'rganish jarayonida men bir qancha davlatlarga bordim. Rossiya davlati, Fransiyaga 3 marta bordim. Yevropeyskiy texnikalarda, rossiyskiy texnikalarda hozir xizmat vazifamni bajaryapman. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mana servis markazi ochildi, bu texnikalar kelindi. O'sha har bitta borgan zavodimdan kerak bo'lsa ortiqroq qilib sharoit yaratib berildi bu yerda. Muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan juda ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Muhtaram prezidentimizdan juda minnatdormiz. Men Toshkent davlat transport universitetini bitirdim va biz zavodimizga ishga kirdim. Shu orada bir yil o'tar o'tmas yosh avlodga ishonch bildirib, korxonamiz tomonidan Fransiya davlatiga Airbus kompaniyasiga o'qishga yuborildik. O'z malakamizni oshirdik. Hozirda o'sha bilimlarimizni O'zbekistonimizda, o'sha zavodimizda ko'rsatmoqdamiz. Bizni zavodimizda Fransiya davlatining H130 va 125 va H215 vertolyotlarini ta'mirlash ishlarini olib bormoqdamiz. Bu zavodning yanada rivojlanishi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo mintaqa uchun aviatsiya xizmatlarini ko'rsatishda strategik ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnikalar bilan mashg'ulotlarni puxta olib borish, harbiy xizmatchilarning jangovorlik salohiyatini oshirish, irodasini yanada mustahkamlash, xalqaro musobaqalarni o'tkazish imkonini beradigan maxsus operatsiyalar kuchlarining yangi poligoni. Bu yerda jangovar va maxsus tayyorgarlik mashg'ulotlarini tashkil etishning yangi usullari amalga oshiriladi. Shuningdek, harbiy xizmatchilarning raqamli texnologiyalardan foydalangan holda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari va boshqaruv mahorati darajasi, harbiy xizmatchilarning jang maydonida zamonaviy qurol-yarog' va texnikani samarali qo'llash bo'yicha kasbiy mahoratlari rivojlantiriladi. Ushbu yangi o'quv maydoni 2024-yilda ajratilgan bo'lib turib, umumiy maydoni 200 gektar. Bu jangovar tayyorgarlikda maxsus bo'linmalarimiz bilan juda katta imkoniyatlarni beryapti. Umumiy 800 tagacha harbiy xizmatchilar bir vaqtning o'zida shug'ullanish imkoniyatini beradi. 10 ta o'quv joylari hamda 32 tadan oshiq zamonaviy o'quv mashqlarini bajarish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ilk bor Mudofaa vazirligida Kill House majmuasi barpo etildi. Ushbu Kill House majmuasi bu jangovar o'q otish bilan shaxsiy tarkib shahar sharoitida shug'ullanish imkoniyatini beradi. Undan tashqari dronlar yo'lagi paydo bo'ldi. Ya'ni bugungi kundagi zamonaviy jangovar harakatlarda uchuvchi uchish apparatlarining o'rni va roli oshib ketdi. Bevosita uchish apparatlarini operatorlarini tayyorlash uchun ushbu yo'lak juda ham az qotmoqda. Undan tashqari shtatimizda manyovrchanligi va tezkorligini oshirish uchun Polaris hamda mototsikllar bilan ta'minlandi va bevosita ushbu mutaxassislarni tayyorlovchi yo'lak barpo etildi. Oliy bosh qo'mondonimizning olib borilayotgan milliy armiyamizdagi islohotlardagi barcha turdagi yangi texnika qurol aslahalarini ushbu poligonda bir so'z bilan aytsak, to'laligicha harbiy xizmatchilar mashq qilish, shug'ullanish va o'z jangovar tayyorgarligini oshirish imkoniyatini bera oladi. Shunday sharoitlarni yaratib berganligi uchun barcha harbiy xizmatchilar nomidan hurmatli prezidentimizga, Qurolli Kuchlar oliy bosh qo'mondonimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Poligon harbiy xizmatchilarning jangovorligini oshirishda barcha imkoniyatlar yaratilgani bilan ahamiyatli bo'lsa, uning jahon standartlariga moslashtirilgani bu yerda xalqaro musobaqalarni ham o'tkazish imkonini beradi. Ushbu poligonimizda avval bo'lmagan Alp yo'lagi hamda olg'a bos yengi bo'lmas yo'lagi
yaratildi. Undan tashqari dala o'quv maydonimizda 80 ga yaqin harbiy xizmatchi bir vaqtda o'zi shug'ullantira oladigan 27 metr balandlikdagi skaladrom tog' yo'laklaridan shug'ullanish imkoniyatini beruvchi o'quv joyi yaratilgan. Harbiy xizmatchilarimizning doimiy ravishda shug'ullanib borish uchun va ularning jangovar tayyorgarligini oshirish imkoniyatlarini beradi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu o'quv maydonimiz bugungi kundagi maxsus bo'linmalarimizdagi harbiy xizmatchilarimizni barcha texnologiyalardan foydalangan holatda xalqaro talablarga mos o'quv mashqlarini olib borish, jahon musobaqalari o'tkazilish imkoniyatini beruvchi laboratoriya desa ham bo'ladi. Chirchiq shahridagi harbiy texnikalar ishlab chiqarish zavodi ham mudofaa tizimidagi o'ziga xos loyihalardan biri. Men hech qanday o'yin simulyatorida emas, balki haqiqiy jangovar mashina ichidaman. Bugun O'zbekistonning mudofaa tizimidagi jangovar texnikalari ham takomillashib bormoqda. Ya'ni siz ko'rib turgan ushbu yengil zirhli texnika avval shu holatda bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu takomillashtirilib, unga jangovar modul ham o'rnatilgan. Buning afzalligi shundaki, birinchi navbatda harbiy xizmatchining xavfsizligi ta'minlanadi. Ya'ni ushbu zirhli texnikaning ichida turib dushmanni yo'q qilish, nishonga olish imkoniyati mavjud. Ya'ni harbiy xizmatchi bevosita ushbu tizim asosida buni boshqaradi. Zavod dastlab 2 turdagi zirhli texnikalarni ishlab chiqarish bilan faoliyat boshlagan bo'lsa, bugun ular 6 turga ko'paygan. Zavod rahbari modernizatsiya jarayonlarini aniq misollar bilan ko'rsatib berdi. Dastavval qo'shinlarga biz faqatgina yengil zirhli avtomobilni o'zini chiqarganmiz. Keyinchalik yengil zirhli avtomobil ustiga turel o'rnatilgan holatda tayyorlandi. Bu ham qo'shinlarga yetkazildi, ta'minlandi. Biroq jangovar mashinalarning ustiga qo'yilgan turellarda harbiy xizmatchini hayotiga xavf solish ehtimoli juda ham yuqori. O'zi o'q otish kerak. O'zi o'q otish kerak mexanik tarzda. Keyinchalik zamon talabiga mos bo'lgan jangovar modullarni o'rnatish loyihasi ishlab chiqildi va mana shu hozir ko'rinishdagi texnikalarga o'rnatila boshlandi. Davlat rahbari bevosita ushbu zavodga tashrifida qanday topshiriqlarni berdi? Jangovar texnikalarni ishlab, keyinchalik uning ustiga jangovar modullarni o'rnatishimiz prezidentimiz tomonidan ijobiy baholandi. Buning natijasida biz texnologik mustaqillikka erishishimiz prezidentimiz tomonidan yana bir bor ta'kidlanib, mahalliylashtirish darajasini 90-95% ga yetkazish topshirig'i berildi. Hozir sizlarga havola qilayotgan masofadan turib boshqariladigan jangovar modulning butlovchi qismlari. Birinchi stansiyadan masofadan turib boshqariladigan jangovar modulni yig'ish boshlanadi. Bu yerda biz jangovar modulning tagintligini qo'yganmiz. Buning ichida elektron boshqaruv tizimini bloki turibdi va yon devorlari. Yig'ishning ikkinchi stansiyasi mana hozir ko'rib turibsiz bu yerda o'q-dori qutisi asos o'rnatilgan, elektro dvigatellar o'rnatilgan, akustik tizimning bloki o'rnatilgan va qurol o'rnatiladigan moslamaning yarim qismi bu yerda o'rnatilgan. Bu jangovar modulni yig'ish uchun 500 dan oshiq bolt va maxsus shuruplar ishlatiladi. Mana 4-stansiya. Bu ham endi simulyator bilan tekshiriladi, lekin ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu yerda 12.7 millimetrli NSVT pulemyoti o'rnatilgan holati. Yana qo'shimcha bu yerda teplovizion kameralik, lazerlik pritsel o'rnatilgan. Bular nima vazifani bajaradi? Bu mikrofon, akustik tizimda mikrofoni. Bu jangovar modul zirhli transportyor bo'ladimi, yengil zirhlangan avtomobil bo'ladimi, uchib kelayotgan o'qning yo'nalishi operatorga aniqlab berish uchun kerak bo'ladi. Har tomonlama mukammal o'ylangan jangovar texnika. Gapingizga mutlaq qo'shilaman. Bu texnika sinov jarayonlaridan ham o'tkazildi, to'g'rimi? 2 oy davomida yomg'irli, bo'ronli, qorli sharoitlarda sinab ko'rdik. Uning asosiy xususiyatlaridan biri
uzoq masofani, ya'ni 10 kilometr masofani lazer orqali aniqlaydi, kuzatadi va ta'qib qilish xususiyatlariga ega. Operatorning xavfsizligini ta'minlangan holda ichkaridan bemalol ishlatishimiz mumkin. Zirhli texnikaning asosiy xususiyatlaridan biri jang vaqtida sun'iy ong orqali juda ham kuchli aniqlikka ega. Jangovar texnikadan 13 dan ortiq zona kiritib, o'zini avtomatik holatda kuzatib turish xususiyatiga ham ega. Eng asosiysi ekipajni, desantni himoyalanganlik darajasi yuqori. Prezidentimiz qaysi sohani rivojlantirishga urg'u bermasin, ilm-fan, yangi innovatsiyalar orqali uni amalga oshirib bo'lmasligini doim ta'kidlaydi. Zavodda bilimli, innovator kursantlarning g'oyalari, startaplarni amaliy loyihaga aylantirish, ularni harbiy sohada amaliyotga joriy qilish uchun yo'lga qo'yilgan Yosh olimlar kengashi ayni yo'nalishdagi muhim loyihalardan biri. Kursantlarning g'oyalarini rivojlantirish maqsadida Chirchiq shahrida joylashgan Mudofaa industrial sanoat korxonasida bizga shunday imkoniyat berildi. Ya'ni ilmiy g'oyalarini amaliyot bilan tatbiq qilish natijasida loyihalarni ishlab chiqish keyin yo'lga qo'yilyapti. Shu maqsadida ular o'zlarining loyihalarini shu zavod bilan birgalikda, ya'ni ishlab chiqarish bilan uzilmagan holatda kursantlarimiz o'zining nazariy ilmiy g'oyalarini amaliyotda tatbiqida qo'llash natijasida yangi loyihalarni ishlab chiqishmoqda. Bu tashkil etilgan jamoada kursantlarning bilim va malakalari hamda ularning ilmiy innovatsion g'oyalarini texnoparkda kelib, yangi loyihalar ustida ishlab kelmoqdamiz. Bundan tashqari biz ilmiy innovatsion g'oyalarni prototipini ishlab chiqamiz. Bu prototip orqali bizlar faqatgina birinchi bosqichini yakunlaganmiz. Undan keyingi bosqichini esa bu joyga kelib biz ular bilan tajriba almashgan holda ishlab chiqarilgan innovatsiyamizni qurolli kuchlar kuch tuzilmasiga tatbiq qilishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti, Quruqlikdagi qo'shinlar instituti va unda tashkil etilgan raqamli va mafkuraviy poligon harbiy xizmatchilarni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda o'ziga xos tajriba hisoblanadi. Raqamli poligon. Bu yerda harbiy xizmatchilar taktik tayyorgarliklarni, jangovar mashg'ulotlarni aynan siz ko'rib turgan ushbu poligonda amalga oshiradi. Bu yerdagi imkoniyatlar eng zamonaviy va yuqori texnologik imkoniyatlar bilan ta'minlangan, ya'ni harbiy xizmatchilarning mashg'ulot o'tashi xavfsiz va hech qanday xarajatlarsiz amalga oshiriladi. Eng asosiysi esa bu yerda real vaziyatga juda aniqlikda moslashtirilgan barcha jarayon yuqori aniqlikda olib boriladi. Bu harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligi, taktik tayyorgarligini yuqori darajaga olib chiqishda o'ziga xos yangi tajriba hisoblanadi. Bu poligonda kursantlarning mashg'ulotlarini olib borishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bunga biz berilgan ma'lumotlarga qarab emas, balki o'zimiz bevosita jarayonning ishtirokchisi sifatida guvoh bo'ldik va kursantlar fikrlari bilan qiziqdik. Mashg'ulotlar qanday bo'lyapti? Mashg'ulotlar juda ham yaxshi. Qanaqa imkoniyatlar bor endi bu poligonda? Bu raqamli poligon biz kursantlar uchun juda ham kerak bo'ldi. Bu raqamli poligonda biz turli xil vaziyatlar, sharoitlarda jang qilishni o'rganamiz. Ya'ni cho'l sharoiti, shahar sharoiti, tog' sharoitida jang qilishni o'rganamiz. Bu jangning turli xil vaziyatlarida jang olib borishni o'rganamiz. Ya'ni tunnelda jang qilish, okopda jang qilish, vertolyotdan tushish orqali ishg'ol qilish, desantlashtirish, har xil sharoitlarda jang qilish olib borishni biz mukammal tarzda o'rganamiz. Bu raqamli poligon bizga nima beradi? Zamonaviy janglarda qo'llaniladigan barcha texnologiyalarni shu raqamli poligonda qo'llab, o'zimizga tajriba orttiryapmiz biz. Bugungi kunda zamonaviy jangda asosiy rolni dronlar olib boryapti. Dronlar orqali shaharlarni ishg'ol qilish, okoplarni ishg'ol qilishni biz o'rganyapmiz. Bu raqamli poligonda yangi Z avlod 21-asr texnologiyalar asrida barcha
zamonaviy qurol aslaha texnikalarni mujassamlashtirilgan holda o'rganyapmiz. Bunday shart-sharoitlarni yaratib bergani uchun biz Oliy bosh qo'mondonimizga juda ham katta rahmat aytamiz. Institut hududida tashkil etilgan yangi poligonda turibmiz. Bu poligonni tashkil etishdan maqsad nima bo'ldi? Bugun armiyamizda katta islohotlar olib borilyapti. Muhtaram prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondon tomonidan biz harbiy xizmatchilarga barcha shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Ayniqsa qurolli kuchlarimizni yangi zamonaviy qurol aslahalar bilan butlash, shuningdek harbiy xizmatchilarimizni tayyorlash, ularda jangovar salohiyatini kuzatish bo'yicha anchagina ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Poligonda mashg'ulotlarni tashkillashtirishdan maqsad bugungi kunda qurolli kuchlarimizga yetuk, malakali, tajribali, zamonaviy qurolli to'qnashuvlarda yangi metodikalar qo'llay oladigan harbiy kadrlarni yetishib chiqarish. Ushbu majmuada 60 tagacha harbiy xizmatchi bilan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Ushbu majmuamizning xususiyatlaridan bittasiki, mashg'ulotda kursantlarimizni psixofiziologik holatlarini o'rganib boramiz. Ushbu ekranda kursantlarda ikki tomonlama jangovar harakatlarni olib borishda, ularda yurak urish pulslari, psixologik fazolat holati o'lchanib boriladi. Ushbu ekranda shu bilan bir qatorda jangovar texnika hamda qurol aslahalariga ajratilgan o'q-dorilar soni hisoboti, egallab olgan obyektlar hisoboti, razvedka qilingan hududlar hajmi, shu bilan bir qatorda har bir otilgan nishonlarni zabt etgani. Yuqoridagi ekranda mana ko'rib turganingizdek, bo'linmani keyingi mashg'ulotga yoki keyingi jangovar vazifani bajarishga tayyor yoki tayyor emasligi ekranda ko'rinib turadi. Tajribamda ko'rilganki, azmi qat'iy, tadbirkor, harbiy xizmatchi uchun jangovorlik qanchalik muhim bo'lsa, undagi jangovar ruh, mafkura, vatanparvarlik tuyg'usi ham shunchalik zarur hisoblanadi. Ushbu mafkuraviy poligon ham harbiy xizmatchilar uchun, ta'lim tizimi uchun yangilik desa ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda bizning tariximiz, ajdodlarimiz va ularning jangovar taktikalari barchasi sun'iy intellekt texnologiyalari asosida yo'lga qo'yilgan va eng muhimi, yana bir xususiyati bu vatanimiz uchun mardlarcha halok bo'lgan harbiy xizmatchilar uchun mana shunday bo'limlar, modullar ham tashkil etilgan va bular albatta yosh harbiy xizmatchilarning vatanga bo'lgan tuyg'usini oshirish, mafkuraviy ruhini mustahkamlashga katta hissa qo'shadi. An'anaviy ibodasidir. Vatanga qasamyod. Bu faqat harbiy an'ana emas, balki jangchining o'z mustaqil vatani, O'zbekiston Respublikasiga bo'lgan muqaddas mehr-muhabbati, uning xalqiga sadoqatining ifodasidir. Institutda tashkil etilgan mafkuraviy poligon harbiy xizmatchilarni mafkuraviy jihatdan yetuk jangchi etib tarbiyalashga yo'naltirilgan zamonaviy o'quv-tarbiyaviy maskan hisoblanadi. Bugungi kunda jahonda yuz berayotgan turli xil mojarolar, davlatlar orasidagi konfliktlar, urushlar shuni isbotlab turibdiki, harbiy xizmatchilarni tarbiyalashda g'oyaviy jangchi kerakligiga biz amin bo'lib turibmiz. Shuning uchun prezidentimiz, Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondonimiz ko'rsatmalariga asosan Quruqdagi qo'shinlar institutida mazkur mafkuraviy poligon o'quvxonasi barpo etildi. Barpo etishdan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad chinakam vatanparvar, fidoi, sadoqatli, har qanday vaziyatlarda belgilangan jangovar vazifalarni ikkilanmasdan, qalqmasdan bajarishga ham axloqan, ham ruhan tayyor bo'lgan g'oyaviy jangchilar tarbiyalashdan iborat. Mazkur xonamiz 4 ta moduldan iborat. Birinchisi tarixiy modul deb nomlanadi. Tarixiy modulda biz buyuk ajdodlarimiz, sarkardalarimiz, shuningdek birgalikda jadid bobolarimiz ham siymolari yaratilgan. Bu yerda afzalligi shundaki, sun'iy intellekt yordamida jonlantirilib, harbiy xizmatchilarimizni vatanni sevishga va asrashga oid pand nasihatlari, murojaatlari bayon etilgan. Ikkinchi modulimiz vatanparvarlik moduli deb nomlanadi. Biz ikki qismga bo'lganmiz. Birinchisi vatanga qasamyod va ikkinchisi millat fidoyilari deb nomlanadi. Asosiy maqsad harbiy xizmatchilarda avvalambor vatanga qasamyodning mazmun mohiyati bilan yaqindan tanish, uni tushunish, uni tagiga yetish, millat fidoyilarini yaratishimizdan maqsad Quruqdagi qo'shinlar institutida o'qib, bitirib, shu yerda tamomlab 2000-yillari
Sariosiyo uzun tumanlarida bo'lib o'tgan shu vatanimizning chegaralarini, sarhadlarini himoya qilishda jonini fido qilgan harbiy xizmatchilarimiz tarixini ochganmiz bu yerda. Va yuklangan elektron kitobda kursantlarimiz, harbiy xizmatchilarimiz kelib, ularda tarixi bilan tanishish mumkin va vatanga qasamyodda belgilab o'tilgan ayrim o'sha so'zlar, iboralar, vatan, or nomus, sadoqat, iroda so'zlarini endi faqat kitobda emas, uni bevosita harbiy harakatlar yoki amaliyotda qanday isbot qilganini ko'rishlari mumkin bo'ladi. 3-modulimiz bu axborot tahlili modul deb nomlanadi. Ya'ni u yerda o'tkazilgan mashg'ulotimiz, ya'ni nazariyimizni bevosita bu yerda amaliy tarzda o'tkazishni rejalashtirganmiz. Ya'ni o'qituvchi moderator yordamida, rahbarligida mavzu belgilanadi. Mavzuning o'quv savollari mafkuraviy ring atrofida o'zlarini g'oyalarini bir-biriga isbotlaydi. Debat o'tkazishadi. Asosiy maqsad bu yerda ham komandirlar va liderlarga kerak bo'lgan liderlik o'sha xislatlarini tarbiyalashni ham biz maqsad qilib bu yerda qo'yganmiz. Va 4-modulimiz bu Yangi O'zbekiston. Ya'ni oxirgi 9 yil ichida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha sohada islohotlarni biz kursantlarga ko'rsatishda harakat qilganmiz. Kursant kecha va bugunni anglash va men nimaga qodirman, qo'limdan nima keladi, men qanday harbiy xizmatchi bo'lishim kerak, bugungi jahonda yuz berayotgan harbiy harakatlar, konfliktlardagi qanday harbiy xizmatchi bo'lib yetishishini anglash kerakligini biz maqsad qilib qo'yganmiz. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan biz yoshlarga, ayniqsa harbiy xizmatchilarga ko'plab sharoitlar va imkoniyatlar yaratilmoqda. Ushbu mafkuraviy poligon hozirgi kunda zamonaviy qurolli to'qnashuvlardan, zamonaviy qurolli mojarolardan kelib chiqqan holda harbiy xizmatchining g'oyasini mustahkamlashda, uning axloqiy ruhiy holatini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Biz faqatgina jang maydonlarida qurol bilan emas, aksincha g'oya bilan, mafkura bilan, o'zimizda axloqiy ruhiy barqarorligimiz, holatimiz bilan jang qilamiz. Agar harbiy xizmatchida axloqiy ruhiy barqarorligi holati yaxshi bo'lmasa, unda g'oyasi to'g'ri bo'lmasa, vatanparvarlik hissiyoti bo'lmasa, jangda g'alaba qozona olmaydi. Mana shunday mafkuraviy poligonlar bizni axloqiy ruhiy holatimizni, g'oyamizni, mafkuramizni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari, oliy bosh qo'mondonimizga shunday bizga sharoitlarni, imkoniyatlarni yaratib berganligi uchun chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Institutda tashkil etilgan shon-sharaf maydoni Yangi O'zbekiston armiyasining boy harbiy tarixi, xalq tinchligi va davlat xavfsizligining ramziy timsoliga aylangan. Mazkur monument Yangi O'zbekiston himoyasi deb nomlanadi va bir qancha jihatlarni o'zida aks ettirgan. Xususan, milliy armiyamizning boy tarixi, jangovar salohiyati va ma'naviy salohiyati, shuningdek O'zbekiston Respublikasi xalqining tinch va osoyishta hayotining kafolatini monumentning o'rtasida o'rnatilgan oltin ustun O'zbekiston xalqining yangi marralarni zabt etishini, uning ikkala tomonida esa qanotlar bilan o'ralgan, qanotlar milliy uslubda bezatilgan va ular milliy armiyamizning jangovar va ma'naviy salohiyatini o'zida aks ettirgan. Monumentning o'ng va chap tomonlarida esa barelyeflar o'rnatilgan bo'lib, ushbu barelyeflarning o'ng tomondagisida xalqimizning va milliy armiyamizning ma'naviy salohiyati, buyuk sarkardalar, shuningdek bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar, chap tomonida esa milliy armiyamiz, ya'ni Yangi O'zbekistonning jangovar salohiyati va qobiliyati o'zida aks ettirgan. Maydonning o'ng tomonida vaqtlar devori tashkil etilgan bo'lib, vaqtlar devori milliy armiyamizda amalga oshirilayotgan bosqichma-bosqich islohotlar, shuningdek bugungi kunda amalga oshirilayotgan barcha ishlarimiz aks ettirilgan. Bu maydonda vatanga qasamyod, bitiruv marosimlari va yoshlar bilan amalga oshiriladigan tadbirlarimizni o'tkazish rejalashtirilgan. Shubhasiz raqamli va mafkuraviy poligonning o'zaro uyg'unligi kursantlar tayyorlashda jangovorlik va mafkuraviy mustahkamlikning poydevori bo'lib, bu O'zbekiston armiyasi uchun zamon bilan hamnafas, vatanparvar ona yurt qalqonlarini yetishtirishga xizmat qiladi.